Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizlar kuzatib borayotganlar bugungi obzorimizda Zakriti Dvorda joylashgan 4 sotuq yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 400 kvadratda tashkil qiladi. Xonalarning soni 6 ta. 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan podol, birinchi va ikkinchi qavat. Juda ham elitniy mahalla joylashgan. Manzili Mirzo Ulug'bek rayonida joylashgan Lokomotiv parkini ro'parasida limonadiyani boshlanishida Zakriti Dvor joylashgan. Sanoqli uy-joy tushgan. Mana shu joyda Uglovoy yer uchastkasiga ega bo'lgan 4 sotikdan iborat uy. Shu uyni video obzorini qilib beramiz. Demak, hovliga kirganimizda o'ng tarafimizda kattagina joy, zeleniy zona uchun ajratilgan, yaxshi archalar, daraxtlar ekib qo'yilgan, gazonlar bor va hovliga kirish uchun alohida avtomat darvoza va alohida eshik o'rnatilgan. Navesi tagida ikkita mashina sig'irganlik joy ajratilgan. Yer uchastkasida oldi va orqa hovli bor. Orqa hovlida hovli qismi uchun hojatxona va yozgi oshxona joylashgan. Uglovoy bo'lganligi uchun yon tarafidan yana bitta eshik bor. Sokol qismlariga granit toshlar ishlatilgan. Bu joyda paradniy vxod va paradniy vxod orqali uyga ichiga kiramiz. Prixoshka bo'tdi. Chap tarafimizda zal, to'g'rida mehmon uchun ajratilgan yotoqxona, hol va oshxona joylashgan. Birinchi qavatda ikkita sanuzel bor. Ikkita sanuzeldan bittasi mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida joylashgan. Zalga kirganmiz. Bu joyda napolniy kollektorlari ham bor. Qishki paytlarda, sovuq paytlarda yoqib qo'yiladi ham bo'lsa, tashqaridan sovuq havo oqimi kirmaydi. Bu yana doполнительный qilingan narsa, qo'shimcha yaxshi oyna romlar o'rnatilgan. Shunday bo'lsa ham, baribir страховка sifatida yana shu kollektorlar o'rnatilgan. Demak, zalning ko'rinishi, zalning razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Patologlarning balandligi 3,5 metr. Yaxshi italyanskiy aboylar ishlatilgan bu xonaga. Patolog qismlarini ham ko'rishingiz mumkin. Klassik stilda qurilgan uy. Demak, prixoshka orqali o'tamiz. To'g'rida 6 ga 4 razmerda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va yotoqxonaning ichida alohida sanuzeli bor. O'ng tarafimizda hol joylashgan, kattagina hol qismi. Bu joyda yumshoq mebellar joylashtirilgan, televizorlari bor. Va o'ng tarafimizda oshxona joylashgan, kuxnya, stolovoy. Chiroyli kuxonning garniturlari yasatilgan, texnikalar bilan jihozlangan. Bu joyda Hoffman brendiga tegishli bo'lgan gazli plita va boshqa texnikalar o'rnatilgan. Chap tarafimizda xolodilnik joylashgan. Ikkinchi qavatga chiqishning zinani oldida birinchi qavat uchun umumiy sanuzel joylashgan. Bu joyda ko'p turganinglardek hojatxona bo'lyapti. Sababi birinchi qavatda joylashgan mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida alohida o'zining yuvinish xonasi bor. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Zinan tagida podsetkalar qilingan. Ikkinchi qavatda 4 ta xona va 2 ta sanuzel. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda chap tarafdagi ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichiga kirib kelamiz. Bu xonaning razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Shu xonaga tegishli bo'lgan alohida o'zini sanuzeli bor. Sanuzelning ko'rinishi. Bu joyda yaxshi vannalar o'rnatilgan va ikkita dushovoy smisiteli bor. Bittasi mana patolog qismiga o'rnatilgan va bittasi oddiy smisitel. Unitazlar installyatsiya qilingan. Demak, ikkinchi qavatda hol qismi borda. Chap tarafda hozirgi ko'rgan xonamiz ota-onalar uchun ajratilgan. Bu joyda 5 ga 4 razmerda yana bitta xona ajratilgan. Uy egalari bu xonadan foydalanishmaydi. Shu sababdan shu joyni ko'rsatmadim. Garderob uchun mo'ljallangan yana bitta xona.
Xohlasanglar bu xonani yotoqxona sifatida o'zingizga moslashtirib olsanglar bo'ladi. Har bitta qavat uchun alohida avtomatika va elektr shitlari o'rnatilgan. Ikkinchi qavatda joylashgan umumiy sanuzel va bu joyda yana bitta yotoqxona. Bu xonaning razmeri pastda ko'rgan zalinglar bilan bir xil 6 ga 4 razmerda. Yotoqxona uchun mo'ljallangan. Endi podol qismiga tushamiz. Imoratning podol qismi 3 ta xonadan iborat. Bittasi mana ko'rsatib o'tgan joyimizda trenajyor uchun ajratilgan. Mana shunaqa holatda ikkita yon tarafiga oyna yopishtirilgan. Bemalol trenajyorlarni o'rnatib olsanglar bo'ladi va bu xonada domashniy kinoteatr uchun mo'ljallangan xonaga o'tiladi. Uchinchi xona kotelni uchun ajratilgan. Kotelni va prachka. Ikkita двухконтурный italyanskiy kotel o'rnatilgan, oldida stabilizator, расширительный baklar, suv uchun bo'limlar o'rnatilgan. Va bu joyda aluminiy komnata sifatida foydalansa bo'ladigan joyi ham bor. Polkalar yasatilgan. Demak, bu eshik orqali orqa hovliga chiqiladi. Eslatib o'taman, orqa hovlida yozgi oshxona bilan hovli qismi uchun hojatxona joylashgan. Bu ko'rsatgan uyimizda 4 yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 400 kvadrat, xonalarning soni 6 ta bo'lib, 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan podol birinchi va ikkinchi qavat. Bu uy narxini описаниеga yozib qo'yamiz. Qiziqadiganlar 99 856 780 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.